Botir Qodirov mualliflik huquqini buzgani uchun jarimaga tortildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Eng tezkor va eng so'nggi yangiliklarni faqat bizdan topasiz. Shamsiddin Sadoiy taxallusi bilan ijod qiluvchi shoir Shamsiddin To'rayev xonanda Botir Qodirov ustidan Adliya vazirligiga shikoyat bilan murojaat qildi. Xonanda "Davlating borida", "Omonat" va "Tingla do'stim" nomli she'rlaridan huquq egasining ruxsatisiz hamda tegishli tartibda mualliflik haqini to'lamasdan foydalangani aniqlandi. Holat yuzasidan huquqbuzarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-1 bilan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirilib, tegishli sudga yuborildi. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudining qaroriga ko'ra, huquqbuzarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-ning birinchi qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobar miqdori 1,875,000 so'm jarima jazosi tayinlandi. Qayd etish kerak, avvalroq xonanda Yulduz Turdiyeva ham shoirning "Ishqingda kuygan" she'rini uning ruxsatisiz kuymaslar nomi ostida kuylab kelgani uchun muallif Adliya vazirligiga murojaat qilib, tomonlar kelishuviga erishilgan edi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi mualliflik huquqi va turdosh huquqlari to'g'risidagi qonunning 65-moddasiga asosan mualliflik yoki mutlaq huquqlarning boshqa egasi huquqbuzardan zarar topishini o'rniga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 1000 baravarigacha miqdorda to'lanishi lozim bo'lgan tovon to'lanishini talab qilish haqli hisoblanadi.